Bugungi dunyo azrnaiti cho'nqur bir o'zgarishni boshdan kechiryapti bizning hammamiz his qilyapmiz. Bu o'zgarishning hozir bizga ko'zimizga ko'ringan alomatlari Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosining asta biz Sharq Turkiston davosida ishlatayotgan kishilik huquq, erkinlik, so'z erkinligi, demokratiya deganga o'xshash huquqlarni ular o'zlari bir-birlab dafsanda qilyapti. Hozir bundan foydalanib, bundan keyin uzoqcha da'vo qilish bir xil burung'idek ta'sirini ko'rsatmaslik ehtimoli bor bugungi yuzlanishdan qaraganda. Xo'sh. Masalan, Amerikaning G'azzadagi qirg'inchilikni tutgan pozitsiya emas, ularni qo'llashi, ya'ni irqiy qirg'inchilikning bir qo'lcho'shi Isroilga. Bugungi mesela İran'a qaratilgan urushlar g'arb ichida yerib paydo qilishga boshladi. Bu albatta kimga fursat? Rossiya bilan Xitoyga fursat. Ular Xitoyga fursat. Xitoyga bo'lgan bir xil bu xil makro fursatlarning echilishi. Andan keyin ya'ni bizga foydasiz vaziyatlar shakllanishi demoqchi. Belkim albatta texmi cho'nqur yerlarda bizga foydali ba'zi o'zgarishlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ammo zohiriy jihatdan hozircha mening aqlim yetganim shundoq. Andan keyin bizning da'voyimizga nisbatan xalqaro dunyoning inkosining nachar bo'lishi. Gerçi az to'la yig'inlarda tilga ilingan, ba'zi davlatlarda bizga munosabatli qonunlar chiqqan, albatta 15 yil, 20 yil burungi faqat tilga ilinmayotgan bir uyg'urlashdan hozir har doim tilga ilinib turadigan bir holat kelgan bo'lsaqmi, ammo xalqaro dunyoning inkosi faqat shu mediada xabar qilish, qonun tuzumi uni ijro qilish qilmasligini bilgili olmaydigan, uni nazoratini qilolmaydigan. Ya'ni Xitoyga nisbatan hech qanday bir embargo bizning masalamiz haqida. Xitoyni to'xta deydigan hech qanday amaliy tadbir yo'q bir holatda. Shu sababdan men vatanda haqiqatan hech qanday o'zgarish paydo qilolmadik chetdagilar. Agar hozir Xitoy asli bo'shatgan bo'lsa, menimcha bizning mujodilamizning g'alabasi natijasi sababidan bo'shatmadi uni. Faqat o'zining siyosatining balkim yangi bir bosqichga kelganligidan ba'zi tadbirlarni yangidan yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Ya'ni xalqaro dunyoning inkosi. Andan keyin bo'libmi bizga nisbatan, bizga o'xshash bir musulmon millatga nisbatan bo'libmi islom dunyosining, ya'ni musulmon dunyosining ziyoda passivligi, hatto Xitoy tarafdorishi. Davlatlarda emas, balki diniy sohadagilarning agarchiligi bir qismi bizga hissdoshlik qiladigan kishilar bo'lsa-mu, ammo umuman nisbatlashtirgan vaqtda bunday desak ham, islom dunyosi muhojiratdagi Uyg'urlarga ularning o'zining qarindoshi ekanligini haqiqiy ma'nosida his qildirmasligi deganga o'xshash. Bu makrolik sababli bizning umidsizlikka kirib qolishimizga menimcha yana muhim sabablardan birisi.